Xalqning dardini ko'p gapirasan, yaqinda sen qamalasan deganlarga aytmoqchiman. Mana shu musori ham kim qilyapti? Boshiga po'st qo'ysin, nargisiga po'st qo'ysin. Yuk mashinani o'tkazmasin. Haqiqatan dambaga ziyon tekkan bo'lsa. Eshitaman aka, assalomu alaykum. Ma'ruf aka, mana shu yerdagi xalq, Mana mana shu yerdagi xalqning muammosi. Ham o'zimni o'zim ish bilan band qilyapman. А для кого это все сделано, я тоже не понимаю. bu yerda qanday sharoit bor? Misol, mana shuncha joylar so'ramayapmiz. Biz O'zbekiston ham kim bilandir hamkorlik qilyapmizmi? Sen gapira olmaysan, seni gapirishga haqqing yo'q. Yoqqa solib, qo'g'irib olib, bevalay keldi. Foydalanmaslik bo'yicha Qo'llaringiz dam oltirgan olib chiqsangiz. Va axlatga ko'zimiz tushdi. Sizdan xalq 1 gram oltin so'ramadi. Assalomu alaykum. Xalq gapirsin YouTube kanali obunachilari. Omonmisiz azizlar? Ob-havo noqulay bo'lishiga qaramasdan biz xalq uchun chiqamiz dedik va xalqning oldiga keldik. Bu yerda 25 yildan beri xizmat qilib, mana shu oila bola chaqasini boqib kelayotgan xalq bor. Ya'ni bu insonlar shu paytgacha boqib kelgan-u noqonuniy endi bo'lib qoldimi? Nimaga bular mavsumiy 2 oygina xizmat qilar ekan, xalqga xizmat qiladi va turizmni rivojlantirish paytida, ya'ni yangi O'zbekistonda turizm eshiklarini ochib turganda bularga nimaga eshik yopilyapti? Bu haqda bugun mana shu yerdagi xalqdan so'rab olamiz va kanalni hozir siz ko'ryapsiz. Birgina like kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videomiz qiziqarliroq bo'ladi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymizmi? Tadbirkorlarni oyog'ini, qo'llarini chopamizmi? Yurtboshimiz qayerga qarayapti deymiz. Mahalla kom qayerga qarayapti? Ko'p bu haqlarda gaplashamiz. Zoir Toyirovich, gap bugun siz haqingizda ketadi. Va hokimlarim meni odamlarim degan yurtboshimiz. Hokimlarim sizni odamlarimiz boshqa deymiz. Hokimlaringizga ayting, buncha xalqni ishsiz qoldirmasin yoki bu xalqga ish qilib bersin, yo bu joylarga xalqni joylashtirib qo'ysin. Biz boshladik azizlar. Men Imomo Masura. 25 yildan beri shu yerda faoliyat yuritaman. Misol mana oldin bolalarim yosh edi. O'sha bolalarimda hammasini oyoqqa turg'izib, mana qudali andali bo'lgan odamman. Mana 2 yil, 3 yildan beri mana shu yerda polni yopib tashlayapti. Bizga xalqqa yordam bering. Bu yerda xalq 200 ta, 300 ta odam tirikchilik qiladi. Faqat kambag'allar meni ko'rsataversin hammasini. Kambag'allar bir 2 oylik mavsumga joyni bering deb iltimos qilyapmiz. Yana mana hozir meni ko'rganingizda yopib tashlayapti. 1 yilda endi savol tug'iladi. Uzr, 1 yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 10 oy nima tirikchilik qilasiz? 10 oy mana shu yerda ishlagan pulimizni produktga qilib qo'yamiz. Xo'p. Kommunalni to'lovlarni to'lab qo'yamiz yilligini. Mana shu 2 oylik mavsumda kutib yashaymiz faqat. Undan keyin mana un olib qo'yamiz, yog' olib qo'yamiz, shuni mayda chaynab yeb o'tiramiz. Hozir hech qayerda ishlashga imkoniyatimiz yo'q. Men 2-guruh nogironiman. 21-yildan boshlab insult olganman, mana shu nogiron bo'lib qoldim. O'shanimizni hokimga ham iltimos qilyapmiz, o'rtachishlik hokimiga. Endi bering sherdi. Biz hozir bironta joyda borib ishlolmaymiz-da bu ahvolda. Tushundim. Ishlolmaymiz. Mana shu yerda endi suv sotamiz, o'qilamiz, boqilamiz. Ishqib mana shu tirikchiligimizni qilamiz. Rahmat. Endi hozir biz hokim bilan ham aloqaga chiqib ko'ramiz. Telefon raqamlarini albatta olib. Rahmat. Nima so'ragan bo'lardingiz? Mana shu aytaylik o'rtachirchi hokimidan, viloyat hokimidan, yurtboshimizdan, aniqrog'i yurtboshimizdan. Yurtboshimiz mana qarorlarni chiqaryapti. Bizlar ham televizor ko'ramiz, eshitamiz. Kambag'alchilikni qisqartiraylik. Albatta. Mana shunday har qanday qarorlar chiqaryapti, yordamlar beryapti. Lekin mana shu kambag'alchilikni qisqartirish uchun mana shu yerda o'zimiz qayerda pul topish iloji bo'lsa pul topgin deyapti. Mana shunday qilib, mana shu pulni topaylik, mana shu yerda yurtboshimizdan iltimos qilamizki, xalqqa yordam bering yurtboshimiz, otamiz. Nonimiz qolmasa otamizga boramiz, onamizga boramiz, sizlarga boramiz. Boqimanda bo'lmaylik. Mana shu o'zimiz tetkilaylik, o'zimiz ishlab mana shuni nima qilaylik deb iltimos qilaman. Viloyat hokimiga ham iltimos qilaman. Mana shu yerda ishlasak ham soliq to'laymiz. Albatta. Mana shularni Onajon, rahmat sizga. Rahmat. Biz davom etamiz azizlar. Men Shokirov Muzaffarman. Muzaffar aka, bu yerda faoliyat yuritasiz. Biz mana shu yerda
10 yildan men 10 yildan beri faoliyat yurgizardim. Ishlarimni katamaran sotardim oldin. Keyin mana karantin bo'lib qolib, ozgina yopilib qoldi. Hammaga endi u ta'sir qildi. Ozgina ishlamadik. O'shandan keyin katamarlarni sotib yubordim, ishsiz bo'lib qoldim. Undan keyin joy olib, oldin ham ishlatardim, joylarni qiynalib qolganim uchun joy ishlatmayotgandim. Keyin yana joy olib, mana shu yerdan tirikchilik qilib, oilamni shu bilan boqayotgandim. Mana shu 2 yildan beri mana bu yil ayniqsa bu yil yomon qiynalyapmiz. Chunki umuman men ishlaydigan qorovulchilik qilardim, qorovulchilik ham qila olmayapman-da. Endi u oylik yetmaydi umuman 1 million. 2 kun 3 kunda tugaydi u 1 million oyligingiz. O'shaning uchun mana shu yerda yaxshigina ishlab, tirikchiligimni qilib, oilamni, ota-onam endi yoshi katta, o'shalar pensiyasi bor, faqat o'sha bilan tirikchilik qilyapti-ku. Kommunal to'lovlardan ham ortmayapti u. Oilaviy sharoit. Oilaviy sharoitga. Oilaviy sharoitim mana ko'rsatishim ham mumkin men yashash sharoitimni. Nogironligim bor faqat. Men boshqa joydan topadigan joyim yo'q, daromadim yo'q. Faqat mana shu yerda ayolim yordam beradi, ayolim sog', menga o'xshagan emas. O'sha yordam beradi menga faqat. Shuning bilan ikkalamiz bir balo qilib tirikchilik qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoyev Miromonovichdan nima so'ragan bo'lardingiz? Bu yordam beriladi deyman. Mana shu yerda ochib berilsa, shu yerdan tirikchilik qilib, kravat qo'yib, joy qilib, narsa parsa, napitka, kola, shunaqa narsalar sotib, odamlarning hojatini chiqaramiz-da. Albatta, shu paytgacha 10 yil aytyapti, 20 yil, 25 yildan beri siqqan shu joyga endi nimaga sig'may qoldik-a? Mana shunaqa savollar boshlab, mana shunaqa bo'lib qoldi. Bu yildan boshlab. Bu yildan. Undan oldin ochilardi har doim. Yaxshi bo'ladi. O'tgan yilga ham, ya'ni 2024 ham yaxshi edi. O'tgan yil ham yaxshi edi. Hamma ishlagan. 300 ta 400 ta odam. Kimdir narsa sotgan olib chiqadi, kimdir mahalla ko'rmi yo kimdir kelyaptimi bu yerga, aralashyaptimi, kimdir aytib, yo'q qilamiz, boshqa qilamiz. Men ularda lekin bir xil paytda vaqtim bo'lmay qoladi kelishga. Bir xillar aytishyapti, ular ham qo'shilyapti deb aytayapti. Bir xillar qo'shilgani yo'q deb aytayapti. Men o'zim hali har doim ko'chada bo'lib turaman, magazinda o'rtoqlarimga yordam berib turaman. O'shaning uchun xabarim yo'q lekin bir xil paytda aytishyapti. Sizga rahmat. Mana shu bizga kameramizdan qochmasdan shu gapirgan gaplaringiz uchun, yurtboshimizga yetib borishi uchun biz harakat qilamiz. O'zi ko'pchilik aytadi, mana shu xalq gapirsin, YouTube kanalidan chiqasiz, gapirasiz, boshqa qilasiz. Biz ommaga ko'rsatamiz. Kimlar ishlayapti, kimlar ishlamayapti-da. Hokimlarim, meni odamlarim degan yurtboshimizga biz ko'rsatyapmiz. Hokimlar agar Zoir Toyirovich Toshkent viloyati hokimi bo'ladigan bo'lsa, hozir O'rta Chirchiq hokimi kim ismi bilasiz, taniysizmi? Xitoy aka. Xitoy aka kim? Qosimov, ha? Xitoy aka Qosimov, mana O'rta Chirchiq hokimi. Men qo'ymayman Zoir Toyirovichni ham. Men qo'ymayman Qo'ychirchiq hokimi Akmal aka Xolmurodov. O'rta Chirchiq hokimi kim dedingiz yana? Ixtiyor aka Qosimov. Endi sizga ham navbat keldi. Men bir narsaga to'g'risi oydinlik kiritaman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu xalqning oldida turib oxirgacha turishga so'z beraman. Sizlar kimsizlar bilmadim-u, hokim, deputat, vazirlar xalqning oyog'idan, qo'llaridan, tillaridan chopasizlar-u, lekin men xalqning oldida turaman. Yurtboshimizga bu videoni yetib borishi uchun harakat qilaman va sizlar bilan tengma-teng olishaman. Xalq uchun turaman azizlar. Hozir yana bir narsaga guvoh bo'ldik. Bu yerdagi onaxonlarimiz, opajonlarimiz. To'g'risi, bu yerda endi bizning dinimizga aytaylik yomonlik yo qanaqadir bizda aytaylik sharmi hayo degan narsadan ozgina uyalamiz. Bu video davomida qo'yib boramizmi, yo'qmi? Lekin bizni e'tiborimizni tortdi. Biz yoshlarga shu narsani o'rgatyapmizmi? Bu yerda yana bir narsalar g'ayri dinlar deb biz dinda aralashtirib yoki bo'lmasa ular mana bunaqa inson, biz bunaqa insonmiz, biz oppoqmiz, ular qora demoqchi emasmiz. Faqat biz bu videoni ko'rib ozgina uyaldik va video davomida bu narsani hal qo'yamizmi bu video rolikda yo'qmi? Lekin sizga bir og'iz ko'rsatdik. Yarim yalang'ochlar ichkariga kirib olib qilayotgan har xil qiliqlari qanaqa-yu, hozir bizni bu yerdagi aytaylik xotin bola chaqasini olib mana shu akalarimiz turibdi, onaxonlarimizni boqamiz deb turibdi. Shu insonlar qanday bu insonlar bilan ishlashadi? Ichkarida bo'layotgan voqealarni ko'ramiz. Shumi bizni turizmimiz? Mana shumi bizni dunyoga tanitadigan o'zbegimiz? Nega boshida do'ppi qani, belbog' qani, ayollarimizda ro'mol qani yoki bizni aytishimiz mumkin, masjidlarga borayotganda yosh bolalarimizni masjidlarga kirgizmayapsiz. Gap o'rnida buni ham aytib o'tib ketay. Surxondaryolik, Qashqadaryolik bir obunachimiz bor. Bolalarini olib kira olmayapti ekan masjidga. Biz hozir yoshlarga o'rgata olmaymizmi dinlarimizni? Yoshlarimizga ro'mollarni o'rgatmaymizmi? Biz har xil yarim yalang'ochlarni ko'rsatib, ular bilan ko'zlarimizni quvontirib yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin, bulardan biz tarbiya olamizmi? Hozir siz yana bir akamizdan mana shu aytaylik
voqeaga guvohi bo'lgan insonni chaqirsakda bu insondan xolis bu insonni chaqiramiz hozir. Здравствуйте, добрый день. Вот сейчас мы видеоролик смотрели, там показывается там купальником или что там еще. Вы как сказали бы, вот здесь вы работаете, да? Как зовут вас? Имя? Меня зовут Живет. Сергей. Сергей. Ага. Вот. Живу я в Ташморе. Ага. В данное время Ташморе было построено с 62 года. Сейчас уже 63 года прошло. За это время купались люди, ходили дети наши купались. И всякие мероприятия проводились здесь. Вот. Сейчас в данное время все перекрыли. Власть высокая, которая, оно взяли и закрыли. Власть кому дали, вот, например, скажем? Ну, я имею в виду, власть это... Хакимиат или да, что там? ну, вот они не могут решить этот вопрос. Мгм. Уже несколько раз говорили, вот, но они этот вопрос не могут правильно поставить. Ага. Вот. И все равно они взяли и закрыли. Вот. Якобы можно идти в Вивалаке купаться, но там, пойдите посмотрите, туда наш народ не может зайти туда. Вот. Потому что там закрыто. Да. Место дали, а вы просто съемки снимите и посмотрите. Там нету, чтобы человек пришел и искупался. Ага. А простой человек, он не может зайти. Не позволяет себе, Да. наверное. Да. Ну это как вы там? правильно. Ну не позволяет, Я даже- деньги там еще. И деньги туда надо. Ну? А там дали место, Ага. и то оно закрыто. Ой. Вот. В данное время дойдите, съемки сделайте, увидите. Вот. Вот. Дорого, да, все? И дорого, да. Вот вы, нашего президента Узбекистанской республики, президент Шавкат Мирзиёев Мураманович, что спросили бы? Вот? Ну, чтобы он разрешил это все, вот, рассмотрел вот, все эти данные, то, что вы засняли, вот, и правильно, так сказать, вывод сделал, чтобы желательно все открыли. Вот. В данное время это все купались хорошо, наши дети. А для кого это все сделано, я тоже не понимаю. Мои дети и все ташморские, Конечно. они все идут купаться. А куда идти? Если здесь Бивалаки туристы нет. тоже есть, и Да. так слушаю, да? Да. Туристы тоже есть. Вот. Есть приезжие тоже приходят, они купаются. Все как и в купальниках. Вот. Есть и, как говорится, позагорать можно. Да, да, да. Вот. А в Вивалаке туда нет. Понял, понял. Там все деньги и деньги. Мгм. Вам спасибо. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Xalq gapirsin YouTube kanali blogeri Davron Ma'murjonov bo'laman. Eshitaman aka, assalomu alaykum. Ma'ruf aka, mana shu yerdagi xalq chaqirib bizni aytaylik, mana shu yerda bir norozichilik bo'lyapti, joylari tortib olyapti. Masalaga oydinlik kiritish uchun sizga qo'ng'iroq qilayotgandim. Ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Mayli, hozir chiqdik biz yig'ilishdan endi. Hokimiyatda edik. Xo'p, qancha kutib tursak bo'ladi sizni? Men bir 40 minutlarda xudo xolasa boramiz. Qarang. 11:40 bo'pti. 40 minutda kelasiz, a? Endi 40 minutlarda endi men Bo'ldi, men sizni tushundim. Anig'ini marcha minutda deb ayta olmayman. Bo'ldi, men sizni tushundim. Uzoq yo'l. Bo'ldi. Ma'ruf aka, rahmat, men sizni tushundim. 1 soat sizni kutamiz, akajon, rahmat. Ismim Muhammad, familiyam Jumabekov. Tiyabog'izda turamiz, yashaymiz. Mana sud yoqasida. Mana mana shu yerdagi xalqning muammosi avvalambor mana mana shu hammasi tadbirchilik qilishadi mana mana shu. Tadbirkor. Ha. Endi mana ichkarida to'g'ri mana Vivalak degan joylar ochilgan. Chiroyli joylar qilib qo'yishgan. Nu xalqni cho'ntagiga to'g'ri kelmaydigan joylarda endi masalan xalq, oddiy xalq bor, pensionerlar bor, kiradi masalan 800 ming, 1 millionga masalan so'rasa o'tirib bemalol ketisha olmaydigan xalqlar bor. Mana bu yerda bizni xalq mana mana shu dengiz yoqasida o'zlari uyida idishini, so'risini, ko'rpachasini, qozon idishlarini olib kelib mana mana shu tirikchilik qilishadi. Lekin o'sha nalogini, MCSini, musor pullarigacha hammasini joy-joyda to'lab berishadi. Mana mana shu top-toza qilib gullatib o'tirishadi. Ozon soat 4 dan turib, shipirib, sidirib, kechasi 10-11 gacha mana mana shu tozalashadi. Bitta musor qolmaydi. Endi shu yerga kelgan masalan dam oluvchilar, o'zingiz o'ylang, Andijon, Farg'ona, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Hindiston, Pokistonlardan kelishyapti masalan. Keladida ichkariga kirib masalan kimdir puli bor, kimdir puli yo'q. Mana mana shu yerga kelib oddiy pensioner, qariya kampirlar, beva bechoralar masalan keladi, 50 ming, 100 mingga ham so'riga mana shu xalq o'tirg'izib, o'shalar qozon idishlarigacha berib, orqasidan kuzatib jo'natishadi masalan. Bizda xalq tushunadi endi masalan bizda masalan 800 ming 500 ming deb narx hech kim qo'ymaydi. Kelgan odam bilan o'zlari kelishib
Qaytib kelib mashitda o'tirishadi. To'g'ri, yoqqa borib o'tiradiganlar ham bor, masalan, puli borlar. Ularga biz bir narsa deya olmaymiz. Bemalol odam xohlagan o'zini topgan joyida o'tiradi. Puliga yarasha o'tiradi, to'g'ri. Bizlar qimmat yoki palansam demaymiz, to'g'ri, ancha qurilishlar qilgan. To'g'ri, masalan, ular 100 ming, 200 mingdan o'tirsa, hech qachon ular o'zining cho'ntagini oqlab berolmaydi. Ishchilarini to'lash kerak, boshqasi buni ham biz tushunib turibmiz. Lekin biz o'zimizni xalq o'zlari ishlatadi. Shuning uchun arzondan beradi. O'zini qizlari bilan, nevara, bola chaqasi bilan shipirib tozalab, mana mana shunda qariya kampirlargacha, keyin kampirlar kutib oladi, kerak bo'lsa muzikalarni qo'yib berishadi. Albatta. Men shunaqa deb tushunyapman-da endi. Shuning uchun Bir so'z bilan aytganda, siz nima so'ragan bo'lardingiz mana shu men iltimos qilmoqchi bo'lganim, mana mana shu xalqni yonini oladigan bir inson bo'lsa, mana mana shularga xo'p deb mana mana shuni ochib bersa, mana mana shu tirikchiligini qilsin. Mana katamaranlar kelgan insonlarni xursand qilib, aynatib, o'ynatib kelsin. To'g'risida, masalan, biz MCSlargacha, boshqachaga shu xalq pulini to'layapti. Kelin mana shunda qarasin. Masalan, cho'kdi, hamma joyda bo'lishi mumkin. Kerak bo'lsa kichkinagina ko'lda ham, daryoda ham, to'g'rimi yo'qmi? Albatta. Bitta narsani bahona qilishning hech keragi yo'q. Negaki boshqa dachalarda ham cho'kishi mumkin. Boshqa shuncha ehtiyotkorchilik ko'radigan bo'lsa, taraf pul to'lanyapti. Biz MCSga ham to'layapmiz, masalan, mana shu xalq to'lanyapti-da. O'sha MCSlar kelib o'tirsin mana mana shu yerda. Qarasin. To'g'rimi yo'qmi? Rahmat sizga. Quloq solishingizni so'rab qolardik va bu xalqni ishsiz qoldirmaylik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga atalgan. Xalqning dardini ko'p gapirasan, yaqinda sen qamalasan deganlarga aytmoqchiman. To'g'rida, panjarani ko'rayotganlar meni qamaldi deb o'ylayotganlar. Bir gapni aytaman sizlarga. Mana shuncha xalq uchun, ko'chalar asfalt bo'lish uchun, xalq ishli bo'lish uchun, ko'chalarda chiroq o'rnatilish uchun, limitlar olib tashlanish uchun, oyliklar ko'tarilish uchun agar 37 million aholining ichida seni boshqarmaga boshing kerak, sen qamalishing kerak desa, xalqim uchun qamalishga ham roziman. Lekin sen vallomatlar qamalayotganda senlarni tortib ketadigan qo'limda dalilim bor. Hey, yurtboshimiz ko'p aytadi, kim buni tagida deydi. Xalqning oldiga chiq deydi. Nahotki bittang xalqni ko'ra bila turib, xalqning oldiga chiqmaysanlar. Boshqarmaga boshim kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqarmaga boshimni ham berishga tayyorman. Bu qora ko'zlar uchun, bu xalqim uchun jonim qo'limda bo'lsa, jonim yurakda bo'lsa, qasamki, Alloh uchun mana shu insonlarga jonimni berishga ham tayyorman. Va qamog'ingdan ham qo'rqmasligimni aytmoqchiman. Va seni o'sha tig'li, o'tkir pichoqlaringdan ham qo'rqmayman. Sen mana shu peshonamga tiraydigan miltig'ingdan, o'qingdan ham qo'rqmayman. Faqat sen vallomatlar bir narsadan qo'rqin. Ro'za-i Ramazon oyida qo'lini duoga ochib turgan xalqdan qo'rqin. Bu duo o'qingdan ham zo'rligini, raketangdan ham zo'rligini va osmonga tikka Alloh uchun borishini bilib qo'ygin, quloqingga quyib qo'ygin. Xalqimni qiynama, ey vallomatlar, xalqimni oldiga kel. Agar kelmasang, men xalqim uchun seni oldinga boraman. Davron Ma'murjonov gapiga javob beradi. Xohlang ruscha gapiring, xohlang o'zbekcha. Вы можете говорить по-русски, по-o'zbekski. Хорошо? Aka, bu yoqda yopilishining eng katta sabablaridan biri, agar voqeaga oydinlik kiritadigan bo'lsak, zabori tortilishining sababi texnikalarni hammasi ichkariga kirish kerak Vivalayk korxonasiga, chunki ularning o'zining texnikasi yo'q. O'tgan yil Vivalayk botlarni yopdi, endi Vivalayk yopdi deyapmiz. Nimaga? Chunki ular bu yoqdagi oddiy xalq ularga juda ham katta raqobat uyushtiryapti. Oddiy tapchanlar 100 ming, 200 ming, 300 ming patolog narxi. Qozon o'choq, idish-tovoq, hamma narsasi bor. Ya'ni sizga menga o'xshagan oddiy kambag'al insonlar, o'rta hol insonlar, agar to'g'ri aytadigan bo'lsak, kelib turib oilasi bilan o'ziga позволять qila oladi shu narsani. Ichkariga kirib, как shahar, город обслуживание bo'lib ketardi. O'zingiz narsangiz bilan kirmaysiz, o'shdan narsa olasiz, tapchani olasiz, 20% yana обслуживанияsi bor. Ya'ni har bitta odam o'ziga kirib позволять qila olmaydi 1,5-2 millionga tapchan. Ondan tashqari texnikada o'tishga. Chunki u yerdagi texnikalar ularga patta puli to'laydi. 100 ming, 150 ming, u endi ular qo'yadi u narxi. Bu yoq faqat atiga 200 metrgina aka. 200 metr joy ichkarini faoliyat olib borishiga juda ham qattiq to'sqinlik qilyapti, ya'ni oddiy odamlar. Biz katta investitsiya kirgiza olmaymiz aka davlatimizga, lekin davlatimizni как положено налогini to'lab beramiz, solig'ini to'lab beramiz, MCSga pul o'tkazib beramiz. Mavsumiy, ya'ni 2 oyga litsenziya ochib ishlaymiz. Davlat, например, bunaqa to'lovlar qilmasangiz ishlatmaydi, bu bor narsa. Davlatga qarz bo'lib qolsangiz aka, hozir masalan gaz, svet, suv hamma narsani tariflari oshib ketgan. Agar davlatdan qarz bo'lib qolsa, svetingiz, gazingiz, suvingiz o'chib qolyapti. Odamlar borib o'g'irlik qilmaydi endi aka, o'g'irlik qilsangiz jinoyatchisan deb borib qamab qo'yapti. Nima qilsin oddiy xalq?
Oddiy xalq nima qilsin? Oddiy xalqqa faqat imkoniyat. Ya'ni Alloh taolo bu yerlarni yaratganda определенно bitta odam uchun mana shuni senga boylab berdim deb qo'ymagan. Bu joy hamma yerga oddiy odamlarga tegishli. O'shandan hammamiz tengqurlik bo'yicha foydalanaylik. Biz ko'p narsa so'ramayapmiz aka. Mana shu mavsumiy 2 oygina vaqtga ochib berishni o'zimiz eplab ketamiz. Prosta bizga to'sqinlik qilishmasin, iltimos. Naborot yordam berishsin bizga qo'ldan kelgancha. Albatta. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz deymiz, yordam qilamiz deymiz. Bitta ziring g'oya ayt deysiz. Mana aytyapmiz, g'oyani aytib berayotganlar bor. Mana ko'p joylarga aytyapmiz. Boring siz biznes rejangizni tanishtiring, boshqa qiling, investitsiya kiriting. Bular mana shu yerga to'ymagan insonlar, ko'zlaringni ochlaring. Mana shu yer ham bir kun yutib ketarsizlardi. Mana shu 200 metrgina joyni so'rayapti. Bular o'g'irlik qilsinmi endi? Hozir ham aytib o'tiribdi. Gaz, elektr energiyasi oshib yotgan bo'lsa, suvlar oshib yotgan bo'lsa, bular o'g'irlik qilsa qamab qo'ysalaring. Lekin bu yerda xalq tirikchilik qilyapti. Tirikchilik qilayotgan xalqqa yo'l, imkoniyatlar ochib beraylik. Haqiqatga qarshi aka to'sqinlik qilmaylik. Haqiqat gapirilayotgan joyda, например, odamning oyog'ini, qo'lini, tilini kesish kerak emas. Sen noto'g'ri gapiryapsan, davlatga qarshi yuryapsan deb bizni fikrimizni yurtboshimizga biz boshqachasiga olib chiqa olmayapmiz aka. Chunki oldilariga yaqinlashtirmaydi. Hokimlarga, например, yo tepadagi chinovniklarga dardingizni aytib borsangiz, eshitadi, qog'ozda yozib keting deydi, yozib ketasiz, chiroyli qilib atvet qaytarib yuboradi. Ya'ni o'zingiz uchun tushunasiz, vaqtingizni yo'qotganingizni. Shunaqa. Bizga prosta primoy onlayn shu yurtboshimiz ko'rib, mana shu 200 metr joyda bizga ochib bering, iltimos. 200 metr ko'p joy so'ramayapmiz sizdan. Gektar emas, kilometr emas, 500 metr emas, 200 metr joy, oddiy mana shu Tashmorani xalqini o'ziga ishlashiga, ya'ni mehnat faoliyati ko'rsatib, yengil konstruksiyali tapchanlar qurib, MCS bilan shartnoma qilib, hamma narsani qonun doirasida faoliyat yuritishimizga ruxsat bersangiz, boshqa narsa sizdan so'ramaymiz. Uy olib bering, yo boshqa narsa olib bering, yo yordam qiling deb ham so'ramaymiz. Prosta mana shu oddiy joyimizga yordam, ko'mak qilib yuboring, o'zingizni hissingizni qo'shib yuboring, xalqni duosini oling, minnatdorchiligini eshiting. Boshqa gapimiz yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovchi yurtboshimiz talab qilmayapti, iltimos qilyapti. Mana shu 200 metr joyni ochib bering. 200 qarich joy, masalan aytaylik. Mana aytaylik sizga hech narsa emas-ku. Gektar joy so'ramayapmiz deyapti. Mana shuncha joylar so'ramayapmiz. Million gektar joylar qayerlargadir o'tib ketyapti. Gektar joylar hindularga, xitoyliklarga o'tib ketyapti. Yana bularni eslamasdan ilojimiz ham yo'qda. Bularni eslaymiz. O'zimizni yurtboshimiz mana ko'rib turibsiz, bilib turibsiz. Bu o'zimizni xalqga nima qoladi unda? Shashfar ham qolmayapti degani mana shu bo'lsa kerak. Sizdan xalq 1 gram oltin so'ramadi. 100 gram oltin so'ramadi sizdan xalq. Xalq ish joyi so'radi. Mana shu 200 qarich joyni so'radi. 200 metr deylik. 200 metr joyga xalq mana shu yerga kravatlarini qo'yib, tapchanlarini qo'yib, qozon o'choqlarini qo'yib xalqga xizmat qilamiz deyapti axir. O'g'irlik qilamiz demayapti-ku. Mana endi sizlar bilan gaplashib olsak, immigratsiya xizmatida bo'ldik, Oqqo'rg'on tibbiyot birlashmasida bo'ldik va mana Toshkent dengiziga ham navbat keldik. Azizlar, biz yana qayerlarga boraylik? Hali gapirsinni ko'ryapsiz. Biz juda ko'p mana shu aytayotgan videolarimizni ko'radigan insonlarni ko'ryapmiz. Faqat bular obuna bo'lishni haligacha bilmayotgan obunachilarimizga aytmoqchimiz. Bu yerda like, uzatish tugmachasi va obuna. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi kelayotgan videomizni ko'rib borishingiz mumkin. Seshanba, juma kunlari bizni videolarimiz chiqadi 20:00 da. Sizni vaqtingizni tejagan holda va albatta sizlarni o'ylagan holda vaqtingizni ko'p olib qo'ymaylik. Chiroyliroq video kontent qilaylik va bu video murojaatimiz tepa joylarga yetib borsin deb faqatgina sizni, xalqimizni o'ylab chiqdik. Xalqni o'ylaymiz axir. Siz ham bizni o'ylab qo'ying va laykingizni, obunangizni qizg'anmang azizlar. Nima ham so'raymiz sizdan va orangizda biz pul tashlay olamiz deydiganlarga karta raqamlari qo'yib qo'yganmiz. Uzkart hamda Humo Visa, Humo Uzkart kartalarini qo'yib qo'yganmiz. Agrobank, Xalq bankini ulab qo'yganmiz. Pullaringiz qayerlargadir borishimizga yordam beradi azizlar. Biz bejizga aytmadik-ku. Keyingi video roligimizni qayerda olaylik? Buni ham izohlarda yozib qo'ying va bilasiz, xalq gapirsin, doim izohlaringizga qarab video kontent qilamiz va keyingi video nima haqida bo'lishini ham aytib yozib ketsangiz bas. 1 aprel kuni bizni
Qimmatistonda yana limit ko'tarilyapti. Yo limitni olib tashlab, narx-navoni oshirib qo'yapti. Bu haqda ham videorolik qilib beramiz sizlar. Qayda borsam, boshda do'ppim, g'oz yurarman girdayib. Endi kimdirlar aytdi, noz emas, g'oz emas. Mana endi g'oz yurarman girdayib. Haqiqatan ham qayerga borsam, boshimda do'ppim, xalq uchun chiqib, belimga belbog' boylab oldiga keldim. Va bir narsaga guvohi bo'ldik va har doim shu aytamiz. Bizda O'zbekiston bayroqlari mayli, faqat sportchilarimiz xilpiratib yuksaklarga ko'taryapti. Bizni O'zbekiston ham kim bilandir hamkorlik qilyapmizmi? Qaysidir davlatda bizni O'zbekiston bayrog'i ham tengma-teng Amerika bayrog'i bilan turibdimi? Bir narsaga hayronman-da, Xitoy bayrog'ini balandroq qo'yib qo'yadi, O'zbekiston pastroq turib qoladi yoki bo'lmasa Amerika teng bo'lib qoladi. Nima degani bu? Ozgina o'zimni fikrimni bildirib ketsam. Xitoy balandroq bo'lsa, O'zbekistondan baland degani. Amerika endi teng qilib qo'ydi. Mayli, endi bular ko'p gapirdi. Mana shu xalq gapirsin, YouTube kanalidan chiqib olib, bir bloger bor ekan, gapiraverdi, bayroq haqida gapirdi, boshqa qildi. Hech bo'lmasa O'zbekiston bilan teng qilib qo'yamiz deganingizmi bu? Mana aytdik-a boya, yaxshi fikrlar bo'ldi. Akamizga gap bo'lishi mumkin emas, rahmat. Bitta respekt, albatta like bosib qo'yamiz bu akamizga. Nima demoqchimiz? U yerda oddiy bizga o'xshagan xalq 200 ming, nari borsa 300 mingga o'tiradi, o'sha kravatlarda, deylik, tapchanlarda chiroyli o'tiradi. Bu ichkariga kirish million pullarni sarflayotgan, ey vallomatlar, balkim sizlar qilayotgandirsizlar, balkim sizga o'xshagan tekin tomoqlar deymiz. Mana men bemalol ayta olaman, tekin tomoqlarsizlar. Xalq pulini shilib olishni yaxshi ko'rasizlar. Yana chiqib olib bir ikkitasizlar aytasizlar, domlalar, yurtimiz tinch-ku, duo qilyapmiz-ku. Duo qilayotgan domlalar, sizlar qancha pul olyapsizlar? Duo qilib xalqdan pul olishni bilasiz. Boshqa qilasiz, xalqni qoqib qo'yib burnini qanatishni bilasiz. Bunaqa joylarda dam olishni sizga yarashadi-da, xalqqa yarashmaydi. Xalqqa shalpillab qoladi deylik. Xalq tilida aytaylik. Xalqni o'ylaydigan vallomatlar. Sizlar bu yoqda dam olsangiz, bizni og'zimizdan so'lagimiz oqib, sizlar bola chaqangiz bilan mazza qilib o'tirasiz-u, biz chekada sizlarga tomoshabin bo'lib qoldikmi? Hech qachonda demokratik davlatda men sizlar bilan tortishaman. Demokratik davlatda qonun qoida qanday ishlayapti? Sizlar bilan tortishib gaplashaman. Hey vallomatlar, ko'zlaringni ochmaganlaringcha mana shu joylarga kelib video qilishda davom etadigan Davron Ma'murjonov, xalqning xizmatidan charchamaymiz. Bizni iliq kutib olganingiz uchun rahmat. Hamma xalq shu yerda ekan, rahmat hammangizga. Allohim baraka bersin, ishinglarga rivoj Rahmat. bersin. Sanjoy sog' bo'lsin. Xalqqa o'ylaganinglar uchun Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlasin ilohim. Aytganingiz kelsin. Mana shu Vivalaykidan 100 metr yashayman hovlida. O'sha endi hamma dardini o'zi biladi. O'sha kechasi bilan uyqu yo'q. Endi bunaqa joyga bunaqa qurishi ham birinchidan mumkin emas edi. Keyin kechasi soat 11 mi, 12 mi nima mushak otishadi. Ana uyqusiragan odamlar urush boshlandimi deb qo'rqib ketadi, to'g'risi. Na uyqu bor, na boshqa bor. Endi bu yerda hammamiz shu yerda 25 yildan beri shu yerda ishlayman. Mana shu Mo'rani yoqasida. Nimaga desangiz, yaxshi. Bultur ham o'tgan yili yaxshi ishladik. Bultur 2 yildan beri shu tortish bormagan joyimiz qolmadi. Bultur hattoki sudgacha borib, mana shu yerda kampirlarni sud qildi. Ishonsangiz, mana shu yerda turibdi o'shalar. Nega? Nima haqqi bor kampirlarni sud qilishga? Albatta. Endi kimdir buzib ketgan bo'lsa, uning uchun kampirlar javob bermaydi-ku, buzgan nimasiga. Albatta. Albatta. Insof bormi o'zi yo'qmi? Endi bu katta odam bo'lsa, bu yerdagilar bechoralar og'zini ochib o'tiraveradimi yo? Xalq gapirsin YouTube kanali blogeri Davron Ma'murjonov bo'laman. Abbos Ergashev, O'rta tuman hokimligi axborot xizmati rahbari. Yashang. Assalomu alaykum sizga ham. Xalq gapirsin YouTube kanali blogeri Davron Ma'murjonovman. O'zingizni tanishtirsangiz? Men shu mahalla Oltug'ul mahallasi fuqaroligini raisi Dadajonov Ma'rufman. Ma'ruf aka, rahmat. Endi savol sizga-da hozir. Ko'ryapsiz, xalq bizga murojaat qildi va bu yerda 200 metrlik joy shu paytgacha 25 yil, 30 yildan beri mana onaxonlarimiz aytayapti, faoliyat yuritib kelgan. Nimaga cheklovlar bo'lib qoldi mana 2 yildan beri? Shunga bir izoh bersangiz, hokimiyat bundan xabardormi? Tuman hokimligi xabardor bundan. Oldingi yillarda bu bilsangiz Toshkent, Tojikiston, O'zbekiston xalqaro ahamiyatiga ega bo'lgan yo'l
suv Toshkent dengizining o'sha platinasi, ya'ni qo'riqlash muhofaza zonasi. Oldingi yillar foydalanilgan, lekin o'sha oldingi yillardan oldin bir qator ko'ngilsizlar bo'lgan. Yo'lda o'sha baxtsiz hodisalar, avariya hodisa, mashina to'planishi va shu holatlar bo'lganligi uchun bu yerda Suv xo'jaligi vazirligi va tuman hokimligi kelib, bu yerda o'rganib, o'sha hududda bu yildan o'sha foydalanmaslik bo'yicha qaror qabul qilishgan, ya'ni o'sha atrof Qaror qabul qilindimi? Qisqacha shu, asosan endi bularga tuman hokimligi bu yerdan xabardor, aholi bilan ham uchrashgan, bir ko'p marotaba uchrashgan, 3-4 marotabadan ko'p uchrashgan va bu yerdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan aholiga alternativ shaklda topib berilgan. Misol uchun ichkari o'sha Toshkentdagi ichkariroq hududlaridan variantlar berilgan. Ya'ni o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanishi, o'sha yerda o'zining faoliyatini olib borish bo'yicha davom ettirsa bo'ladi. Davom ettirsa hududda emas, ichkariroq Toshkent dengizining ichkariroq hududda, ya'ni platinadan ichkariroq hududda o'z faoliyatini olib borishi bo'yicha aholiga ziyon ko'rsatmagan holatda, o'sha ichkaridagi xonadonlarga ziyon ko'rsatmagan holatda ichkaridan foydalanishlari mumkin. Taklif ham berilgan hokim tomonidan. Rahmat. Endi ichkarida narx-navoni balandligini eshitdik-da biz. Oddiy xalq, yo'q, bu ichkarida deganim bu xususiy tadbirkorning hududida emas. Xususiy tadbirkordan keyingi hududdagi joylardan. Bemalol boyaga aytayotgan 100 ming, 150 ming, 200 minglik tapchanlar kravatlarda o'tirsa bo'ladi. O'sha yo'qda sharoit yo'q, ha? Yo'q, endi tartib saqlaymiz-da, tartib saqlaymiz. Agar gapingiz bo'ladigan bo'lsa, bunday keling. Iltimos to'xtab turing. Biz gaplashyapmiz. Agar gapingiz bo'ladigan bo'lsa, keling bir tartib saqlab gaplashaylik. Bular aytgan joy, hozir men ham aytdim, tadbirkorning hududi, Viva Like dam olish maskanining hududi emas. O'shandan boshqa hududlarda ham xuddi shunaqa dam olsa bo'ladigan hududlar bor. Bundan ham yaxshiroq sharoit demoqchisiz. Yo'q, endi yaxshi yomonligini, misol uchun bular oldinroq ham andan qilishgan, borib uchrashganda hokim aytgan, xohlasalaring yana ham ichkariroqqa kirib, sharoitlarni qilib olinglar. O'sha tadbirkorlik bilan shug'ullansalar ham bo'ladi. Misol uchun bular yana ham boshqa variantlar, anaqa shartlarni ham aytishgan. Misol uchun 1 yil foydalanamiz, suv tushib ketadi, boshqa qiladi degan masalalarni ham qo'yishganda hokim aytgan, o'zlaring sharoitlarni qilib olinglar, qanchadir muddatga foydalanishingiz mumkin deb. Misol uchun aniq muddat ko'rsatib. Lekin sharoit bu yerda chiroyliroq ekanda, qarang daraxtlar. Daraxtlar sho'l. Bu platina. Hop. Damba hududi. Agar shu yerda ochib berilsa, mana bu mashina bor-ku, bu yerga kira olmaysiz. O'zbekiston, Tojikiston chegara hududi, ya'ni yo'q katta ahamiyatga yo'l bo'lganligi uchun u yerda mehmonlarning kirib chiqishi, o'zimizni imijimizga ta'sir ko'rsatadigan darajada yo'l probka bo'lib qoladi. Qancha misol uchun Milliy gvardiyani olib kelasizmi, ichki ishlar tizimi hammasi kelib shu yerda xizmat ko'rsatganda ham probkani ololmaydi. Rahmat sizga. Savol o'rnida savol kelib qoladi menga. Mana shu ichkarida shuncha tadbirkorga joy beramiz deyapmiz-ku, ha? Ichkariga misol endi o'zimdan fikr kelib qoldi. O'sha har bir kirgan mashinadan 10 ming so'mdan pul olsin-da. Ichkariga parkovka qilsak, bu ichkari emas. Bu xususiy tadbirkorning joyi. Toshkent dengizini o'sha xususiy tadbirkorning yeridan orqa tomonida ham kiradigan hudud bor, nariyoq ko'chadan. O'sha Toshkent dengizini shu tadbirkorning orqa tomonidagi hududlaridan taklif qilingan. Endi qarang, mana shu probkani oldini olish uchun 200 ta aholi mana shu yerda shuncha yil ishlab kelganda, to'g'ri, hozir zamonaviy bo'lib ketdi, hamma mashinalarda, masalan, bitta xonadonda 2 talab mashina borlar bor. Endi shuni oldini olish uchun hozir aytaman, shuncha odamni issiq o'rnidan shu yoqqa ko'chirmaylik. Mashinani parkovkasini, ya'ni avtoturargohni shu yoqqa ko'chirsak bo'lmaydi. Shu maslahatni bermadingizmi? Yo'q, bermadingiz. Lekin hozir sizga aytayapman-ku. Bo'lmaydi unaqa. Juda ham ko'p mashina keladi, sanoqsiz. Sig'dira olmaysiz. Agar siz o'sha oldingi yillar kelib ko'rgan bo'lganingiz, mana shu yerda yura olmaydi. Misol uchun o'zim ham oddiy dam oluvchi sifatida oldin kelganimda ham, misol uchun 3-4 yil oldin hokimiyatda ishlamagan paytimda kelganimda ham kirib chiqishida agar noto'g'ri bo'lsa halolat etsin, mavsumda juda yurish qiyin. Ma'ruf aka, mana xalqingiz, shuncha xalq bilasiz, bu yerda 20-25 yildan beri ishlagan ekan. Siz qachondan beri saylangansiz? Qachondan beri mana shu aytaylik? 2016-yildan beri saylanganman. Endi bu yerda sanoqli bo'lsa bizdan bir 10 ta, 15 ta, uzoq 10 ta odam bor bu yerda. Qolgan xalq emasmi? Sizni xalqingizmi? Yo'q. Qolgan boshqa mahallalardan. Keyin ikkita mahalla, Nurafshondan ham bor. Nurafshon shahardan ham bu yerda. Endi Ma'ruf aka shuncha odam qarang, tirikchilik qilyapti ekanda. To'g'ri. Endi bitta narsada mana bular so'm bori mana. Bu joy bularga tegishli. Endi biz ham bu davlatning joyini
Mana o'tgan yili, endi undan oldingi yillari ham muammo bo'lyapti. Qo'limizdan kelgancha harakat qilib, mayli deb bular ham ochib berishdi. Endi bilmadik endi mana bu yilga kelib bularning qo'lida endi biz ham nima qila olamiz? Ma'ruf aka, rahmat sizga. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizdan ham biz suhbat so'rasak. Ismi sharifingiz? Jumaboy Zokirjon Sobirjonovich. Toshkent suv omborida boshliq o'rinbosari ishlayman. Bugun keladigan bo'lsak, bu 2023-yil O'zbekiston Respublikasi qonun chiqqan. Xo'p. May oyida, 4-mayda chiqqan. Avgustda tasdiqlandi qonun. O'sha gidrotermik inshootlar xavfsizligi to'g'risida qonun chiqqanda, o'sha qonun bu suv omborini to'g'onni boshqa qismi hisoblanadi. To'g'on dammani boshqa qismi hisoblanadi. Bunning orqa tarafida masalan bu nimada shikast yetsa 3 million 800 ming aholi yashaydi buni pastki qismida. O'shaga jiddiy zarar yetishi mumkin. Suv toshqini bo'lishi mumkin, u dambaga urib ketgan bo'lsa. O'shani oldini olgan maqsadda bu quradik biz. Har xil savol keladi. Men o'zimdan savol kelib qoldi. Shuncha yildan beri suv toshmagan, boshqa bo'lmagan Alloh biladi, bilguvchi zot Alloh. Endi hozir shuncha odamni suv toshadi deb ishsiz ko'chaga haydab yuborish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Suv toshash masalan xavfi kelayotganda sizlarga qanaqadir MCSdan bir xabar keladi-ku, ha, masalan. Biz telefonlarimizga ham xabar keladi. Va suv toshyapti desangiz, xalq oldiga chiqib, yanagi hafta suv toshar ekan, xalq kravatlarini yig'ishtir desangiz, shu xalq kravatini yig'ishtirib, ha? Yo'q, bo'lmaydimi? Kravatlarni yig'ishtirsa emas. Xo'p. Bu tapchan anaqa qo'yiladi, katamaronlar qo'yiladi. O'sha katamaron kelib anaqaga atkoska uriladi betonga. O'shandan keyin yorilish bo'ladi, qanaqadir endi bilib bo'lmaydi-da, xudo biladi haqiqatan. Albatta. O'shaning uchun 23-yil mana ungacha ishlab turgan, hamma ishlagan. 23-yilgacha. 23-yildan qonun chiqdi. Xo'p. Mana gidrotermik inshootlar ustida, yonida, atrofida, buxor zonasida hech qanaqa bir tadbirkorlik qilinmasin degan. Qaror kim tasdiqlagan endi bu qaror? O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Qonunchilik. Birinchi modda ushbu qonunning maqsadi ushbu qonun ikkinchi modda. Albatta buni ham bir o'qib chiqamiz. Qarang. Endi shu xalqga to'g'risi aytamiz, buncha xalq yig'ilish uchun mana rahmat. Ko'rib bilib turibmiz. Mana hokimiyatlarga ham borgan ekan, ha? Hokimiyatga borgan. Ijobiy shuncha paytdan beri bizni chaqirmagancha mana shu hal qilsa bo'lmasmidi o'zaro? Endi 24-yilda yopildi. Xo'p. Bularga keyin shu yoz o'rtasida tuman hokimi kelib ochib berdi. Faqat shu yilga 24-yil uchun sezonga ochib beramiz. 25-yildan yopiladi deb hammaga tushuntirilgan. Tushuntirilgan, ogohlantirilgan. Shu yerda militsiyaxonada yig'ilish bo'lgan. Asosiy sabab bu gidrotermik inshoot. Gidrotermik inshoot ustida hech qanaqa bir tadbirkorlik qilish mumkin emas. O'sha bo'yicha qonun chiqdi. Qonun ko'rsatyapman sizlarga. Mana shu katamaronlar kelib uriladi deyapsiz, boshqa deyapsiz mana shu qirg'oqlarga. Cho'milish, masalan, akvatoriya bo'yicha 164-sonli qaror bor. Vazirlar Mahkamasi qarori bor. O'sha qarorda plyaj shunaqa zonalarda mana shu qirg'oqdan 50 metrgacha 3 metrdan chuqur bo'lish kerak emas. Suvni tubi 3 metrdan chuqur bo'lish kerak emas. O'shaning uchun bu yerda bilmaysiz, 2 metrdan keyin 10 metrmi, 9 metrmi onu bilmaymiz. 15 metrmi? Endi mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsangiz, Qora dengizdan suv 8 chaqirim nariga qochib ketdi-da. Allohning qahriga tegmayapmizmi-kan? Mana shu yerdan suv qochib ketsa-chi ertaga. Shuncha qora ko'z bitta duo qilib, qora mana shu suvni orqaga aytaylik ketib qolsa, nima deysiz endi? Achinarli-da. Bunga kulish emas, bunga yig'lash kerak akajon. To'xtaysiz. Bu damba bo'ladi, bu damba. Xo'p, damba, ha. Men tushuntirman. Obyekt hisoblanadi. Xo'p. Mana ko'prikdan o'tyapti. Qarang qanaqa savollar bo'lyapti. Mana. Yo, o'shanga davlat o'sha yo'q. Yo'q, davlat o'sha anaqani mo'ljallagan. O'sha narsa normaga qo'yilgan. Xitoyliklar deyapsiz, hozir mana ko'p eslaymizda Xitoyliklarni. Bitta kamazlari 80 tonnagacha boradi. 60-80 tonna. Qarang, 60-80 tonna yurganda qanchalik bosim bilan o'tadi,
bu yerda endi 4 ta odam yig'ilib qolsa bu zarar keladi. Ha? Bitta kravat mana shu yorib yuboradi yo katamara yorib yuboradimi shu? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, u Sardobani nima bu? inson birinchidan inson umri. To'g'rimi? İnson umri. Buni cho'kib ketishi bor. Masalan, o'tgan yil ham cho'kdi, har yil cho'kish bo'ladi. Bu cho'milganda akvatoriyaga to'g'ri kelmaydi bu joy. Endi to'g'on hisoblanadi. Qarang, hokimiyatdan vakil keldi, mahalla raisi keldi. Mana siz keldingiz. Bir yechim qilib bera olamizmi bu narsani? Nima deb o'ylaysiz? Mana shu ish bilan ta'minlab bera olamizmi 2025-yil? Yo'q, o'sha hokim, tuman hokimi keldida 24-yil bu yoqdan joy ko'rsatdi. O'zlari borish xohlasmadi. Endi ichkari sal keling, bundoq qilamiz. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас какой вопрос или какой-то... У меня вопрос, как у всех этих жителей. Ага. Это все местные, кто-то приезжий, уже многие годы здесь живут. И я сам здесь вырос, здесь родился, на Ташморе. Его знает вся республика, даже за республику. Да, везде. Весь мир уже знает. Потому что все разъехались и все равно помнят. Да. И вот все здесь выросли. И у меня вот дом, гости приезжают. Они меня спрашивают, как Ташмор? Я говорю, лучше всех. А теперь тут забор поставили. Представляете, ко мне приедут родственники, их родственники. Что я им объясню? Они скажут, пойдем скупаемся. Да. Пойдем руки помоем, ноги помочим. Да. А тут забор. А туда зайти 60-90 тысяч человек. Что это такое? Ого. Что это такое? А насчет безопасности? У нас самая безопасная республика в мире, в топ входит. Да, И правильно. службы нашей безопасности лучшие. Так что за это можете не переживать. А то, что стоянки, машины не будут гореть, потому что люди полжизни работают, чтобы купить эту машину. Да, правильно. Понимаете? Так точно. Да. А безопасность и МЧС у нас хорошо работает. А дамба держалась и будет держаться. Не зря Фидель Кастро приезжал, ленту резал, когда открытие этой плотины было. И музей, даже люди в музей не могут теперь зайти. А я в школе ходил в музей. Нас водили вместе с классом. Что спросили вы, вот вы, Узбекистанская республика, президента Шавкат Мирзаев Мураманович? Что сказали вы? Мирзаев, Шавкат Мирзаев, мой тезка. Он мудрый. Шавкат Флин. Имя так и придется, Шавкат, милосердие. И вот этим жителям надо проявить милосердие. Да. А здесь и безопасность, это сами люди безопасность. А вот то, что насчет катараманщика, катеров, это индивидуально надо. У каждого, чтобы сам за каждый транспорт и пассажир отвечал. Spasiba вам Пожалуйста. za informatsiya. Onaxon, siz nima degan bo'lardingiz? Men ichkariga kiramiz, boshqa qilamiz, joy Siz sharoit. borib ichkarini ko'ring. Xo'p. Yo'q, botqoq, loy. 2 kishi, 3 kishi tadbirkorlik qila oladi, undan ortiqcha odam tadbirkorlik qila olmaydi. Yoqda umuman sharoit yo'q. Mana bu yerda biz 20 yil, pashti 25 yildan beri ishlab kelyapmiz. Nimaga bu qarorlarni chiqaryapti ishlab kelingan joy? Nimaga xalq o'zi 10 oy kutamiz o'sha 2 oylik mavsumni. 10 oy kutamiz. Biz ot bilan tuyani ishlab chiqib ketmaymiz. Kommunalni to'lovlar qilamiz. Mana davolanamiz. Bitta shu mana produktda qilamiz bo'ldi. Men bolalarim misol o'qitmaganman, 6 ta farzandim bor. Mana shu yerdan ishlab turib, Xudoga shukr kelin oldim, Xudoga shukr qiz chiqaryapman. Qiz chiqardim yana ham. Men hamma sharoitlarimizni ish qilib, birovga iltimos qilmasdan, birovga yalinmasdan, birovga muhtoj bo'lmasdan qilib kelyapmiz o'sha sharoitlarni. Endi mana shuni mana 1-2 yil, 3 yildan beri yopamiz. Mana Vivalayk keldi, ana shu Vivalayk orqasida yopilyapti. Meni fikrim shu. Boshqa balo olib keldi. Boshqa balo bo'ldi. Vivalayk kelsa mana o'zini yurtida qilsin o'sha anovsiligini, qo'qonlik ekan o'zi. Qilsin o'zini yurtida hammasini. Odamlarning rizqisini qiymasdan. Ichkariga ham ish bo'lardi, bu yerga ham ish bo'lardi. Mana mahallamiz raisi xalqiga ish bering. Mana xalqimizga ish bering. Bek adolat, bek anavi demasdan. Hammamizda mozorimiz bir, bozorimiz bir. Rahmat. Nimaga mana bu ko'ryapsiz-ku bizlarni. Rahmat sizga. Mana shu holda qoldik. Rahmat sizga. Iltimos sizdan. Iltimos. Nima degan bo'lardik bu haqda? Mana aytayapti, 2 ta 3 ta tadbirkorga sharoit bor ekan u yoqda. Sharoitni qilib qo'yib,
mayli sharoit qilib qo'yib, ularni ko'chirib qo'ysak yo boshqa qilib qo'ysak, Mana yo'qmi? tuman hokimiyatidan kelgan. Hokimning o'zi kelib bular ko'rsatdi joyini. Kelishildi hammaga. Endi sizga rahmat. Sizdan informatsiya. Endi keling. Bu yoqqa o'tamiz. Iloji bo'lsa dedi, vaqtdan harakat qilinglar, o'sha alternativ ko'rsatilgan variant joyda. Yo'q, qarang, o'sha yerda to'g'rilashga harakat qilinglar deyishdi. To'g'rilashga? Aytishdimi shu gap bo'ldi. Qarang. O'sha joy ko'rsatilgan. O'sha joyda mana qilib to'g'irlab oling deyishdi. Onaxon sizga aytishdi. Keyingi yildan foydalaning, undan yilga ham foydalaning deb aytishdi shu gap. Yerga 2 kishi yo 3 kishi foydalanadi yerda. Rahmat. 2 kishi. Rahmat onajon, rahmat onajon. Mana Xo'p. men yana bir Men savol kelib qoldi, aytib oling, iltimos. Bir-birimizni eshitishni o'rganaylik. Qarang, mana shu foydalanadi, boshqa qiladi deyapsiz-a? Xalq hokimiyat tomonidan mana shu tadbirkorlarimizga aytaylik, tadbirkorlar o'zini yonidan qildik. Har doim shunaqada. Agar mana hozir kelayotgan Xitoyning prezidentini bilasizmi? Xitoylikka nima deydi? Bilasizmi? Bilishingiz kerak-ku, siz hokim vakilisiz, hokimiyatdasiz. Bilasizmi nima deydi? O'zbekistonga borib joylashib olgan deydi. To o'lguningcha men senga 5%. Endi uni siz Yo, eshitib turing. 5% men senga ta'minlayman pul bilan deydi. To'g'ri, qarab turing, endi eshitib turing. Yo, eshitib turing. Yo, noto'g'ri aytayotganim yo'q. Xalqni qo'zg'ayotganim yo'q. Uni o'zidan eshitganingiz O'zidan eshitganman. Albatta. Xitoylik bilan gaplashganman, men sizga aytaman. Siz kanalda ko'chadagi gapni Yo, ko'chadagi gap emas, bu hozir men sizga aytaman. Mayli. Sergeli maqsadga o'taman. Mashina bozorga boryapmiz-da, o'sha gapni ham eshityapmiz. Nega Xitoy prezidenti xitoyliklarga qo'llab-quvvatlaydi, boshqa qiladi? Yurtboshimiz 306 qarorni chiqarib qo'yadi, bilasizmi? Taniysizmi? 306 qarorni bilasizmi? 306 qarorda tadbirkorlarga hamma joy mana aytilgan. Bu respublikaga tegishli. Bu ayolni tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. Aytaylik, soliqlarini to'lagan, MCSga to'lagan. Shuncha paytdagi NDS hisoblanmaydimi? Aytaylik, NDSdan olib shu joylarni obod qilib qo'ymaymizmi? Obod qilib qo'yib shu yerda o'tirib 5 yilgacha bu onaxonni teginmasdan, hali soliq, hali pajarni, hali MCS kelmasdan bu odamlar mazza qilib 5 yil oyoqqa tura olmaydimi? Savolimga javob bering. Onaxonga xuddi shu aytgan gapingiz bo'yicha aytildi. Tayyorlab oling. Xo'p. O'sha yerda to'g'rilab oling. Agar loyiha bo'ladi, boshqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha maxsus shibenmi yoki toshmi boshqalar to'kishni ham tavsiya qilindi. O'sha qanchadir muddatga siz aytgan narsani, ya'ni soliqdan, boshqalardan ozod qilamiz deb ham aytishdi. Muddat ham berildi. Qancha muddat? Onaxonga aytishdi. Onaxon qancha muddat bergan? Menga muddatni bilmayman. Mavsumiy 2 oy bo'ladigan bo'lsa. Eshitdim. Mana keyingi yil ham foydalanish uchun siz unaqa demangda, onaxon. Yo'q, sharoit qilib berilmaydi. Muddat deganini bilmayman men. Sharoit qilib berilmaydi. Onaxon ichkarida sazanchiq ochilyapti deyildi. Sazanchiqni oldida yana ham bu yerda ham tadbirkorlik subyektlari paydo bo'ladi deyildi. O'sha tadbirkorlik subyektlarini oldi bemalol foydalanishingiz bo'ladi deyishdi. Hozir u kishi aytayotgan joyda 2 kishi foydalanadi, 2 kishi yo 3 kishi foydalanadi. Unday ko'p odam foydalana olmaydi. Rahmat onajon. Hamma joy mana bu yerda. Endi qarang mana. Kelib gapiring, ha? Ha, ayting. Bular foydalangan bo'lsa, platina hududidan foydalanishi. Bular o'zlari bir narsa sharoit qilishmagan bu yerga. Endi foydalanishgan bo'lsa, naloglarni to'lashgan bo'lsa, foydasini ham olishgan. Lekin bu platina hududi, bu yerga hech narsa qo'shimcha bir narsa kiritishmagan. Endi siz gapingizga-da bu. To'xtang. Ha, tushundim. Siz gapingizga. Siz mana bu gap. Endi o'sha yangi hududga alternativ variant berildi. Xo'p. O'sha hududga boring, aholi xonadonlariga ziyon ko'rsatmagan holatda o'sha yerda ta'mirlab oling. Biz sizni naloglaringizdan vaqtincha ozod qilamiz. Qancha muddatga ozod qilishingizni siz bilan kelishib olamiz deb aytildi. Yana ham o'sha bular alternativ variant berilgan joylarda boshqa tadbirkorlik subyektlari ham o'zini dam olish zonalarini tashkil qilyapti. Mayli, qarang, 200 ta odam aytaylik o'zlariga sharoit qildi, zo'r qildi, chiroyli qildi. Muddat deyapsiz, boshqa muddat berildi, muddat berilmadi deyapsiz. Eshittiring. Mavsumiy 2 oy ishlaydigan bo'lsa, o'zi yaxshi yoz bo'lsa 2 oy ishlaydigan bo'lsa. Endi 2 oyda aytaylik 12 oyga hisoblaydigan bo'lsak, bular 10 yil bu odam bir aytaylik, yo'q, qarang. 10 yil chamasi 15 yil endi soliqdan, pajarnidan, MCSdan ozod qilinish kerak-da. 15 yil bularga surib bera olamizmi? 15 yil. Shuni hokim bu hududda aholisi bilan 5-6 martadan ko'p uchrashdi. Taklif berildi. Agar siz qiling, yana biz kelishib, o'zaro shartnoma tuzamiz. O'sha mahalla yetkiligi boshqa bilan kelishgan. Hokim ismlari kim? Ixtiyor Qosimov Rustamovich. Ixtiyor Qosimov Rustamovich, yaxshi. Endi siz borib baribir aytasizda, mana axborot xizmati bor sizlarda ham. Borib aytasiz, xalq gapirsin YouTube kanalidan kelibdi. Telefon raqamlarimizni ham qo'yib qo'yganmiz YouTube kanalimizga. Bemalol qo'ng'iroq qilaversin.
agar yo'q tortishamiz, boshqa qilamiz deydigan bo'lsa, bizda ham o'sha tegishli antikorrupsiyaga qarshi kurashadigan. Bu yerda biz o'ylab qolamiz endi korrupsiya bordir. Misol, bizda ham yurist advokatlarimiz bor. Keling, bir kun aytaylik matbuot anjumani yig'ingda, bizni qo'ng'iroq qiling. Men o'rtacha chiqib bir kelib keting desangiz, ana shu yerdagi faol aytaylik tadbirkorlarimiz olib kirib boramiz. Agar xohlasangiz har juma kuni hokimning qabuli bo'ladi. Topolmaymiz u hokimni baribir. Xo'p, mayli. Endi unaqa demang-da. Bo'ldi, mana o'zlari aytib turibdi, har safar boramiz deyapti. Yo'q, opa. O'tgan yilga qaranglar, mana yoqdan mana olmaymiz deylardi. Mana o'tgan yil aytgan joylariga borib Shuni gapirmoqchiman men. Faqat Kechirasizlar. Uzr, men mana shu hozir ichkaridan joy ajratib beramiz degan nimaqani aytmoqchiman. Mana shu yerda bizga madaniyatni beramiz deyishdi. Biz bordik, u yerlarni yig'dik, terdik, tozaladik. Lekin madaniyatda oldin men ichkarida ishlaganman. Bu yerdan oldin ichkarida ishlaganman. O'sha madaniyatning yonida ishlaganman. 2002-yildan men o'sha madaniyatning yonida ishlab kelganman. Madaniyatning yoni shu Tashmuriya bo'yicha eng cho'milishga, dam olishga noloyiq joy. Chunki men ichkarida ishlaganman. Shuning uchun eng noloyiq joy, eng balchiq, eng o't ko'p ko'karadigan suv birinchi bo'lib o'sha joydan tushib ketadi. Keyin u joyda cho'kish boshqa joylarga qaraganda ehtimoli yuqoriroq. Negaki u yerlarda eski daraxt qoldiqlari, eski narsalar qoldiqlari juda ko'p. Rahmat. Shuning uchun u joylar dam olishga, joy qilishga umuman noloyiq joylar. Rahmat sizga. Nima degan bo'lardik bu joyga? Mana ishlamaydigan boshqa noloyiq joylarga xalqni borib majburlab olib boryapmizmi shundan? Bitta bular aytgan joy emas, yana boshqa variantlar ham. Boshqa variantlar ham? Yaxshi. Iloji boricha qancha ichkariga Sazanchikda oldigacha o'sha tadbirkorlik subyekti bor Sazanchik degan kafе bor. O'sha tomonlargacha ham borishaversin. Endi siz hokimga borib aytasiz. Shunaqa deysiz. Agar bir kun mana shu yana uchrashamiz deydigan bo'lsak, men yaxshilab aytib qo'yay. Iltimos gapirib olay. Bu videomiz juma kuni chiqadi. Juma kungacha muhlat bor. Demak, biz sizga muhlat qo'yadigan advokat emas, sudya emasman. Ijtimoiy tarmoqlarda faol blogerman xolos. Men sizga aytaman, jumagacha vaqtimiz bor. Hokimga bemalol ayting. Endi jumagacha bir hafta kutib o'tirmaymiz. Baribir u hokim bilaman kelmaydi. Nega kelmaydi? Men endi aytib olay. Yo'q, keladi. Kelmaydi. Kelganam. Birinchi o'rinbosarini jo'natadi, ikkinchi o'rinbosari o'ng qo'li, chap qo'li. Men o'zim fikrimni bildiryapman. To'xtating. Davronman. Endi har xil noto'g'ri. Yo'q, noto'g'ri. Men keltirib beraman-da. Kelmagan bo'lsa, kelmadi deymiz biz. Kelgan. Necha marta keldi? Qabul o'tkazgan. Bir oyda nechta juma bor? Bir oyda nechta juma bor? Jumada emas. Bitta maxsus sayyor qabullar tashkil qilingan. Nafaqat hokimiyatga, suv xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda ham sayyor qabul tashkil qilingan. Yashang. Xo'p, mayli, siz ayting, bo'ldi. Hokimda o'zi bo'lar ekan juma kuni. Jumagacha vaqt bor. Ijtimoiy tarmoqlarga telefon raqamini qo'yib qo'yganman. Bemalol 924 74 75 meni raqamim. Xohlagan payt telefon ko'taraman. Ko'tarib gaplashamiz. Jumagacha bu xalqga bir yechim qilib berishga siz ham biz ham harakat qilaylik. Siz ham vakilsiz hokimiyatdan, men xalqning vakiliman. Sog' salomat bo'lasizlar. Shu bilan suhbatimiz tugadi. Rahmat sizga. Rahmat. Kirib kelyapmiz, mana dam oladigan joy deyapti. Mana ko'ryapmiz, guvohiga aylandik. Yo'qlarda mana qilingan kravatlarni ko'rdik, aytaylik, tapchanlarni ko'rdik va axlatga ko'zimiz tushdi. Endi bu yerda ertaga beradigan bo'lsak, kunlarimiz isib ketadi. Ertaga aprel-may oyida Xudo xolasa bu yerga kelgan odam, biz turizmni mana shu axlatdan boshlaymizmi? Bu yerlarni obod qilsak, chiroyli qilib qo'yib, bu yerlarga tadbirkorlarimizga sharoit qilib bersakgina yaxshi bo'lsa. Endi hozir eshityapmiz, bu suvimiz 15 kunlardan keyin suv bu yerdan qochib, bu yer sahroga aylanadi-da. Endi sizda savol o'rnida savol paydo bo'ladi. Shuncha joy beribdi, tadbirkorlar kelib joylashib olsa bo'ladi-ku. Yo'q, biz bu fikrda emasmiz. Shaxsan men bu fikrda emasman va bu yerdagi xalq tadbirkorlar ham bu fikrda emas. Endi mutasaddilar bu qanday fikrda bo'lishadi bilmadik. Hokimiyatdan vakil kelgan va mahalla raisimiz ham shu yerda masalaga oydinlik kiritish uchun biz ularni suhbatga chorlaymiz. Mana siz hokimiyatdan kelibsiz, mayli, tushundik biz sizni. Mana endi mana berildi, bu deyapti. To'g'ri, xalq kerak bo'lsa qilib oladi ham. Masalanda endi bir tomoni bor, bir tomoni bor. Siz hozir ansangina gapni gapiryapsiz. Mana bu suv 20 kundan keyin ketadi. Mana shuncha xarajat, shuncha qildik deylik.
Undan keyin nima bo'ladi? Masalan, siz mana o'tgan yili men keldim. Ha, ana O'sha o'sha- madaniyatda o'sha bu nimadan keyin, uchrashuvdan keyin o'sha madaniyat hududiga bordim. Tak. O'tgan yil madaniyat hududidan ham foydalandi. Aha, keyin. Anda katamaranlar bor edi, suv tushishi mumkin, o'tlarda suv tushmaydi, to'g'rimi? O'sha madaniyat hududida o'zimiz cho'mildik-ku. tushadi, biz Yo'q, yo'q. O'tgan yili gapirish bo'ladi. madaniyat ro'parasida suv bor edi-ku. Berilgan hudud. Xo'p. Mana siz aytyapsiz endi, mana shunchalik mayli xalq mana harakat qiladi, boshqa qiladi, daraxt ham ekadi, mana shu gulzor ham, pulzor ham qiladi-da, u narsa hammasi bunday o'ylab qarangda, o'zingiz yaxshilab kallangiz bilan. U narsa bir tiyin. Nega? Mana bu suv bo'lmagandan keyin siz ham bola chaqangiz bilan kelib mana bu o'tirmaysiz, faqat so'rida o'tirib ketishga kelasizmi siz? Yo, bitta narsa yeb ketishga. Bitta choyxona bo'lmasa, toza suvda cho'miltirib ketay degan maqsadda keladi, to'g'rimi? Dengizga. U sizga mana bu so'ra po'riz uchun kelmaydi. Ana suv bo'lmagandan keyin bu xalqqa nima kerak bor? Buni tavsiya qilib yoki boshqa qilib boshini og'ritib. Mana keldi deylik, mana 3 tasimi, 4 tasi. U bir tiyin topolmaydi bechora, yana qaytib narsasini olib qaytib ketadi. Bo'ldi. Agar bu haqiqiy okeanda dengiziga o'xshab turib yillab mana bu turadigan bo'lsa, bilamiz biz ham bu narsani qilib olishimizga aqlimiz yetadi. Qilib 5 metr joyda shag'allar olib kelib, bor budurimizni, mollarimizni sotib, u narsa mumkin edi. Endi sizlar mana tepadagi o'tirganlar ming o'ylab ko'rsalaring, qanaqa qilsa bo'ladi buni? Hech qanaqa bu. Faqat bu yerda biz tushunyapmizki, xalq o'shdan boshqaroq bo'lmasa, ana joy, ana nima qilsa qilaver degandek bo'lib qolyapti. Endi men xalq nomidan gapiryapman. Mana bu ayollar ham menga tushuntirib kelyapti. Hech bo'lmasa siz ayting, biz ayta olmaymiz, deyapti. Men shu gapni gapirib beryapman men sizga. Mana siz hozir aqllilik qilib tushuntiryapsiz, oson qilsin. Unaqa demang, aqlli. Endi deyapsiz-da, endi bu tomonni biz ham tushunsak kerak. Bitta men aytmayapman bu gapni. Belgilangan narsani bitta men aytmadim. Aqlli boshqa demang. Mana eshiting ma'mullar ham nima deyapti? Aqllilik qilmang deb gapiryapsiz. Undan to'g'ri gapiryapsiz hozir. Xuddi ana siyosat nima uchun, nima sabab bo'lyapti? Ochmayotganing ayting. Xo'p, damba deyapsiz. Dambani orqasida Nigorasizmi? Dambani orqasida 5000 ta aholi turadi. 2023-yil chiqqan bo'lsa qonun, nega aholini, xonadonni ogohlantirmayapti? Evakuatsiya qilmayapti. Haqiqatan damba yorilgan bo'lsa. Nega? Nega yuk mashina dambani ustidan o'tadi-da, qarang, o'tadi. Yormaydi-da, oddiy katamaranni suv ko'tarib turadi. Katamaran nimasini yoradi? Ya, nechta katamaranchilar bor tapchandan boshqa. 50 ta tapchan qo'yadigan inson bor. Katamaran betonda urib O'sha qonun bo'lgan bo'lsa, 23-yil bo'lgan bo'lsa, nega evakuatsiya qilinmayapti? Aholi yashab turgan uylarga ko'chirilmayapti. Keling, bu yoqqa. O'qidingiz, post qo'ysin. Opajon, bu yoqqa kelib turing. Mashinani bu boshiga post qo'ysin, nargisiga post qo'ysin. Yuk mashinani o'tkazmasin. Haqiqatan dambaga ziyon tekkan bo'lsa, u oddiy xalq 50 ta xalqni mana ovqatsiz qoldirishni nima keragi bor? Rahmat. Nimaga pastda geslarni quradi, boshqalarni quradi. Nima deysiz? Nima deysiz? Mana MCSda aytgan. Mana sizga savol aytgan yo'q. Bu damba yorildi deyapti. Damba yorildi degani yo'q. Suvni muhofaza zonasida foydalanish mumkin emas edi. To'g'ri, qarang. Abbos aka hozir kelyapman-da. Kelyapman. Katamaranni gapiryapti. Iltimos. Shu kelayotganda shunda o'ngga burildik. Akin, burilsak, xilapunk joyi bor ekanda. Adashmasam, nima paxta punktmi? Paxta punktmi? Avtobazami? Avtobazani avtoturargoh qilsak, ha? Misol. Endi qarang. Taklif, men sizga aytayman, jumagacha vaqtimiz bor. Biz bilan to'g'ri gaplashdik boya. O'sha kim edi hokim, o'rtacha chiqdagi hokim? Ixtiyor Kasimov. Ixtiyor aka Qosimovga aytsangiz, bu yoqda endi taklif berdi deb qo'ying-da. Borib turib, "Manaqa dedi" deyormang. Taklif beryapti. Chiroyli qilib. Taklif berib, mana shu Ixtiyor aka Qosimov buni avtoturargoh qilsak, xalqni sekingina olib kelsak-da, bu yerda umuman mashina qilmasak, o'zlarining mashinasini ham kerak bo'lsa turg'izmaylar. Kelsin-da, yuklarini, suv, ichimliklarini shunday tashasin-da, yana qaytib chiqib avtoturargoh qilib turib olsin. O'shanaqa qilib bir taklif berilsangiz bo'ladimi? Ayting. Taklif beriladi. Misol uchun, rahmat. Endi bu suv ombori O'rtachish tumani hududida joylashgan bo'lgani bilan, O'rtachish tumani unga javobgar shaxs emas. U Suv xo'jaligi vazirligi balansida turibdi. Xo'p. Uni o'sha taklifni Suv xo'jaligi vazirligiga berish kerak. O'rani ichiga kiraverishingizda mana bunaqa beton tuvaklar qilinganda, oldin masalan oldinda biz ota-onalarimiz shu joylarni ishlatib kelardi-da. U tuvaklar bo'lmasdi. O'sha tuvaklarga shunday bir qator mashina ichkariga, bir qator mashina chapga tarqatilsa, Vivani mehmonlari bemalol kiraveradi. Prosta oddiy xalqqa masalan tirikchilik qilayotgani tapchan, kachir, katamaran Vivalay hududiga qaraganda 5 baravar arzon. Siz ham masalan oilangiz bilan kelasizda 1-1,5 millionga tapchan, ovqat-poqat ichkaridan olasiz. Obslujiveniyasi bor 20%. Hamma ham bu narsani aka o'ziga
позволять qila olmaydi-yu. Oddiy odamlar ham yashash kerak. Yo aka, haqiqat ko'p emas, mashincha bo'lish kerak. Qancha bu? Siz oddiy odamsiz. Sizni prosta jo'natib yuborishdi, borib xalqqa eshitib keldi, siz keldingiz masalan aka. Endi siz kelganingiz uchun dardimizni eshitib ketasiz-da, aka, boshqa iloji yo'q. Eshitadi ham, eshitadi aka, shuni yechimini qilgan boshqa, hamma ham eshitib qo'yaveradi. Buni yechimini birinchi marta siz bilan shu masalada ko'rishmayapmiz. Aka, sizni ko'rdim o'tgan hafta yig'ilishga anaqa qabulga borganingizda ham ko'rdim. Siz bilan hokim yuzma-yuz turib gaplashdi. Nima bilan gaplashdi? Ha, mana ko'p o'z aytib turibsiz. Shuni hal qilish uchun hokimga bordingiz, gaplashdingiz. No aka, 200 metr joy, qarang, 200 metr joyda strategik obyekt hisoblanganda mana Tojikistondan mehmonlar kelyapti, Rossiyadan, tuda-suda o'rtalarda to'xtashyapti, rasm, videolar qilyapti-da, kerak bo'lsa xodimlar agar masalan qilaman degan odam bu Allohning buyrug'i bilan bo'ladi-yu, agar o'sha damba yorilaman desa hech kim hech qaqa to'sqinlik qila olmaydi aka. Bu prosta gapda. Agar действительно qo'rovullanadigan bo'lsa, 100% qo'rovullanmayapti-da shu joy akajon. Rahmat. Tushunyapsizmi? Rahmat. Endi qarang, albatta bahona har xil gaplar gapiryapmiz. Boyagi yuqoridagi takliflarni Abbos aka yetkazsangiz, jumagacha vaqtimiz bor inshaalloh. Gaplashsak, agar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, biz yetib kelamiz. Shu masalani yana bir xalq bilan bir ko'ramiz, Rahmat sizlarga. Azizlar, Toshkent dengizida bo'ldik va bu yerdagi tadbirkorlarni ko'rdingiz, dardlarini eshitdingiz va bizni ko'p aytishadi. Nimagadir videolaringiz chiqmay qoldi. Kanalga obuna bo'lish uchun aytaylik, birgina like, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, boshqa videolarimizni ketma-ketligini ko'rib borishingiz mumkin. Videolarini ko'rishingiz mumkin. Qisqa metrajli videolarimizni hamda bizni Instagram sahifamizda Xalq gapirsin, bunga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, qisqa roliklarni qo'yib boramiz va sizga nima demoqchiman? Immigratsiya xizmatida bo'ldik va immigratsiyadagilar ham va shunaqa gaplar bo'ldi. Pul bermasang Koreyaga ham bora olmaysan, boshqa qila olmaysan. Endi Oqqo'rg'onda bo'ldik va tibbiyot birlashmasida u yerda bo'layotgan yangi zamonaviy qassoblar chiqqan odamlarni borib, aytaylik, ayollarni borib operatsiya yo'llari bilan tug'dirishayotgan doktorlarimizga, shifokorlarimizga nima deymiz? Va bu yerdagi xalqni qarang, qancha noqulayliklar tug'diryapmiz va bu yerlarga olib kelib majburiy mana aytishimiz mumkin, senga bir naqa imkoniyat beryapmiz. Mana shu yerda sen o'zing pul tekkizib, mana shu pul ketkizda qilib ol va bu suv ertaga 15-20 kundan keyin ketib qolsa, bu tadbirkorlar qayoqqa qarab ketib qoladi. Kimdirlar bosh olib ketyapti O'zbekistondan. Kimdirlar bor joyini obod qilaman desa, yo'l berayotgan joyi yo'q. Yo tashkilotlar qandaydir to'siqlar qo'yapti. Bilasizmi? Mana ozgina bo'lsa ham sizga tushuncha bergan bo'lsak va videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, birgina like, kanalga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi kelayotgan yangi videolarimizni va video kontentlarimizni ko'rib borasiz. Va an'anaviy gapimizga qaytadigan bo'lsak, o'sha bizning shiorimizga qayta yana uchrashadigan bo'lsak, xalqning ichidan chiqqan jamoa, doim xalq uchun labbay deb boradigan jamoa, xalq gapirsin, xalq bilan sog', salomat bo'ling.